Minglardan tövençilikler kechirim so'rayman azizlar. Mush aşk mahsulot bayramida hamda chag'alliq shu barliq qaplama oltin soatlarimni faoliyat qilib bir seri qaroq ispagandim. Lekin endi mendan o'tilib ketgan yeri nima desanglar, bir ulanmaga hamma soatlarimni tan chiqarib qo'yibdi. Men shuning bilan jiq xaridalarimiz ololmay qopdi. Ammo didorimizda bolalar didorini avaldinglar. Minglardan tövençiliklar kechirim so'rayman hamda yana 2 kunlik mushu qaplama oltin soatlarimni ayrim mush lenjiga isib berma. Yana birga mushniki qanchalik oltin suva, buning nerede oltin suva, qanday bo'shan sifat kapolatlari bor, hamma tafsilga tushuntirib qo'yay. Yaxshi ko'ringlar azizlar. Endi biz bu soatlarimizni 1 yil, 2 yil demodik, to'liq 3 yillik sifat kapolati bilan mayli motor bo'lsin, mayli rang jihatdan bo'lsin, 3 yillik sifat kapolati bilan berdik. Ammo cho'ng soatimning 0.69 gram oltin suva, kichik soatimning bo'lsa 0.49 gram oltin suva. Soatlarimiz mana shundoq bo'jan qoplari bilan ondan shu kinishki rasmiyatlar to'liq holatda qo'linglarga bordi azizlar. Soatimizning 0.49 gram oltin suvari 1038 koy, 0.69 gram oltin suvari 1078 koy. Mav xrum bağlıqı bo'lsa 988 koy. Mav anglaxun rangliki, mav kafi rangliki, qora bağlıqı bor. Mushularning mushu kichiklarning har qandig'ininki 0.49 gram oltin suva. Endi bu saatning oltinsi nerede desanglar, mana ko'rsanglar bo'ldi. Mana mushu yumaloq, mushu yerida oltin suva. Odat sap oltin soatning mushundaq yerlar oltin, ammo taglar oltin emas, mushumi o'xshash. Oltin mushu yerdan bor, ammo bog'lari bo'lsa oltin soatning materialidan yasalgan. Shunga ma bog'larda men oltin bor demayman. Buni jiqlar oltin bor deb sotyapti, o o'zga hisob. Bizning soatlarimizdagi oltin eg'irligi mana mushundaq yerga yizig'liq. Oltin eg'irligi soatning mushu yon taraf mushundaq o'ringa yizilgan bo'ldi azizlar. Hozir seri qaroq esib berdig'ini mushu varliyan soatimning kichigi jumu, mushu kichigini esib qo'yma. O'zinglarning yoqtirg'ini bo'yicha mushu kichiginingki oltin bog' va yoki xrum bog'liqlarini tanlab turib sotib olsanglar bo'ldi. Ma cho'ngini avlatdan deydiganlar meni o'rganchi qilinglar. Ata cho'ngini ayrim seri qaroqqa chiqarib bermajum. Yana bir qitim deb qo'yay, 20-yillar faoliyat oxirlashidi jumu, to'liq oxirlashidi.